Radiusli aylanaga 0,5 ta radiusga teng vatar o'tkazilgan. Vatarni bir uchidan aylanaga urinma, ikkinchi uchidan esa urinmaga parallel bo'lgan kesuvchi o'tkazilgan. Urinma bilan kesuvchi orasidagi masofani toping. Hop, 0,5 radiusga teng vatarimizni bir uchi A uchidan urinma, B uchidan shu urinmaga parallel bo'lgan kesuvchi o'tkazildi. Hop, dastlab kichkina chizmaga qaraymiz, ya'ni aylana markazi qayerda joylashadi? Vatarni bir uchi, bu ikkinchi uchi 0,5 ta radiusga teng. Aylana markazi ichkarida oladigan bo'lsak, vatarni bir uchidan aylana markazini tutashtiramiz va so'ng buni davom ettiramiz. Aylana markazi orqali o'tgani uchun bu to'g'ri sig'imiz bunga perpendikulyar bo'ladi, chunki urinmani aylanaga urish nuqtasi bo'lgani uchun. Bu yergacha aylana radiusi, bu yergacha qandaydir x masofa. Hop, to'g'ri sig'imiz parallel bo'lgani uchun bu burchagimiz 90 gradus bo'lsa, bunisi ham 90 gradusga teng. Ya'ni A, B, ABC uchburchakda burchak C'imiz 90 gradusga teng. Uchburchakda katta burchak qarshisida katta tomon yotgani uchun 0,5 ta radiusimiz katta bo'lishi kerak ACdan. Ya'ni 0,5 ta radiusimiz katta bo'lishi kerak radius plus x dan. Bu yerda x kesma uzunligi, ya'ni musbat son. Shu sababli bu ziddiyat bo'ladi, ya'ni katta bo'la olmaydi. Ziddiyat bo'lgani uchun aylana markazi O nuqta kesuvchidan pastda joylashgan bo'lishi kerak. Demak, bu chizmamizda aylana markazi O nuqtani shu yerda belgilaymiz. Hop, A nuqta bilan va O nuqta orqali o'tuvchi to'g'ri sig'im o'tkazamiz. Bu to'g'ri sig'imiz bir uchi AB vatani bir uchi orqali va aylana markazi orqali o'tadi. Aylana markazi orqali o'tgani uchun aylanamiz urinmaga A nuqtadan uringani uchun bu burchagimiz 90 gradusga teng bo'ladi. Ikki to'g'ri sig'imiz o'zaro parallel bo'lgani uchun bunisi ham 90 gradusga teng. Aytaylik, N nuqta bilan belgilaylik kesish nuqtasini. Hop, bizda ON kesma aylana radiusiga teng. Hop, zo'r ON kesma emas. O kesma uzunligi aylana radiusiga teng. ON kesmani x bilan belgilaymiz. Bu yer x. Aylana markazi bilan B nuqtani tutashtiramiz. OB kesma ham bizda aylana radiusiga teng. BN kesmani aytaylik y bilan belgilaymiz. Natijada dastlab uchburchak ANB to'g'ri burchakli uchburchak bo'lgani uchun Pifagor teoremasiga ko'ra AN kvadratiga BN kvadrati AB kvadratiga teng. AN masofamiz radius minus x kvadrati plus BN y kvadrati 1/2 radiusni kvadratiga teng. Ikkinchisi, uchburchak NOB ham to'g'ri burchakli uchburchak bo'lgani uchun katetlar kvadratlar yig'indisi, ya'ni x kvadrat plus y kvadratimiz radius kvadratiga teng. Ikkitasini sistema qilib, yuqoridan pastini ayirib yuboradigan bo'lsak, hop, radius kvadrat minus 2 x radius teng bo'ladi minusdan, uzr, shu yerda pastdan yuqorisini ayirishimiz kerak ekan, qulay bo'lishi uchun. Pastdan yuqorisini ayirib yuboradigan bo'lsak, ikkita radius x minusdan radius kvadratimiz teng bo'lyapti radius kvadrat minus 1/4 ta radius kvadratga. Hop, ikkita radius x'imiz teng. Buni ayiradigan bo'lsak, 3/4 o'ng tomon bo'lsa, demak 7/4 radius kvadrat. Radiuslar o'zaro qisqarib ketadi. X'imiz teng 7/8 radiusga teng. Uchinchisi, bizdan ikkita to'g'risi orasidagi masofa, ya'ni masofa degani perpendikulyar tushirilgan kesma uzunligi teng bo'lgani uchun ikkita parallel to'g'risilar orasidagi masofa bizda AN kesma uzunligiga teng. AN kesma uzunligi D teng bo'lyapti. AOdan ayrimiz ON ni. AO bizda yuqorida belgiladik, aylana radiusga teng edi. Radius minus
ON kesmamiz x ga teng. Radius minus x topdik, 7 taqsim radius. Soddalashtirgan bo'lsak, demak, radius taqsim 8. Javob: parallel to'g'riziqlar orasidagi masofa radius taqsim 8 ga teng ekan.